6 santimetr belgilagan joyimizdan mana ko'krak markazidan 2 santimetr ko'tarilib belgilab oldim. Endi mana shu nuqta bilan shu nuqtani tutashtiramiz. Bizda kaketka bitta detal, yeng tomoni 2 detal, past tomoni 3 detal bo'ldi. Mana bizga yuqoridagi fasonimiz tayyor bo'ldi. Qirqib oldim. Mana kaketka yeng qop qismi. Endi oralarini qirqib kesib chiqamiz. Belgilab oldim. Endi qirqib olamiz. Oralarini ochib yopishtirib oldim. Menda yeng qismini yuqorisini o'zida ziborka bor xolos, pastida manjetida yo'q. Agar buni pastida ham ziborka qilishni xohlasanglar, bu tomondan 2 santimetr ochgan bo'lsanglar, pastini ham xuddi shuncha ochasizlar. Orqa oldi kaketka bir xil bichiladi. Hozirgi andozamizda faqat orqa modellashtirildi. Oldini xohlasanglar dumaloq, xohlasanglar uchburchak qilib o'zingizlar fasonga qarab ochib olasizlar. Mana etak qop qismini oldidan 8 santimetrgacha ochdim. Yuqorisi ham shunaqa oldidan 8 santimetrgacha. Agar juda ham kengroq qilishni xohlasanglar, buni o'zingizlar ixtiyoriy 10-12 qilib ochsanglar bo'ladi. Hamma tomoniga chok haqi berib bichib olamiz. Oldi buklovda, qopda ham oldi buklovda bo'ladi. Yengni yuqori qismi matoyilari chiqishiga qarab xohlasanglar buklovda, xohlasanglar chok tushirishinglar mumkin. Shunga o'xshagan fasonlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.